Yangi Batoshga kelganmiz. To'r sotiga ega bo'lgan uchastkamiz 2 etajga ega. Ko'rishingiz mumkin, travertin qilib, chiroyli qilib remont qilingan, sokinlari ham qorasidan, chiroylisidan qo'yilgan. Zilonniy zonasiga ega o'zini. Kirish qismiga bruschatkali terilgan, tepalari tom bilan yopilgan. Uyimizni razmeri 20 ga 20 bo'ladi. Barcha hujjatlari joyida, sotuvga tayyor holatda. Videoni oxirigacha ko'rib boringlar, oxirida narxini aytib o'taman. Hovlimizga kirib kelish qismimiz mana shunaqa darvozaxona bo'ladi. Patologlarni ham chiroyli qilib remont qilingan ekan. Bruschatklar terib qo'yilgan. Devorlar travertin bo'lgan. Birdaniga tashqaridan oshxonaga kirsa bo'ladigan qismi, qo'lni yuvib oshxonaga kirib ketaverasizlar. Bu yoqda hovuzlar joylashgan, 6 tonnali to'rda o'zini hojatxonasiga ham ega. Bu yoqda V-grup bor ekan, kanalizatsiya uchun. Darvozaxonani lekin remontlari juda ham chiroyli chiqqan ekan. Shu yerdan hovliga kirish joyimiz. Uyning ichiga mana bu yoqda narsalarga e'tibor qilmaysizlar, arendatorlari bor ekan, $500 oyma-oy arenda to'lar ekan. Bu xonamiz katta xona o'zi. Xonamiz kattaligini uncha ko'rinmayapti. Bu yoq ikkinchi xonamiz mehmonxona sifatida ishlatilgan. Hojatxona bor. Bu yoqda esa sanuzellari, avtomatik kir yuvish mashinalariga ham ega ekan. Yonginasida mana tashqaridan ko'rsatgan eshigim. Bu yoq esa oshxona qismi. Oshxonadan chiqqanimizda mana shunaqa katta keng xona. Bu o'zi katta xona, mana prosta narsalar borligi uchun katta ko'rinmaydi. Bu yoq kladovka ekan. Xo'p, zinadan ikkinchi etajga ko'tarib olamiz. Ikkinchi etajdan chiqqanimizda to'g'rida o'zini mana shunaqa spalniy qismiga ega. Spalniyning yonida detskiy xonasi ham bor ekan. Videoda ko'rib turgan ushbu hamma jihozlar shu uyda o'zida qoladi. Endi esa mehmonxonasi. Mehmonxonasi ham mebellarni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli mebellardan qo'yilgan. Remontlari ham juda ham chiroyli, o'ta go'zal holatda. Bu yoqda konditsionerlari bor ekan. Mana shu ko'rib turgan videodagi hovlilarga qancha bergan bo'lardinglar? Mana shu hamma ko'rib turgan mebel texnikalar, jihozlar hammasi mana shu hovlining o'zida qoladi. Eslatib o'taman, bu hovlimiz Yangi Batoshda to'r soti yer maydoniga ega bo'lgan 2 etajli hovli hisoblanadi. Narxi esa $100,000. Pastda egalarining raqamini qoldiraman. Bemalol telefon qilib, savdolashib, yana sunnatiga ozgina o'tiladigan joyi bor.